Линделев, они тесно связаны с друг другом. Ну, во-первых, там e в отрицательной степени с квадратом вводит определенные ограничения на рост решения неограниченной области. И все это связывается с теоремами фрагмента Линделёфа об ограничении роста гармонических функций. Поэтому у нас в диссертации Джураева все время идет речь о том, что мы получаем теоремы типа фрагмента Линделёва. Это важно в каком смысле? Это важно в том смысле, что мы хотим в конечном итоге получить оценку устойчивости, приближенное решение. Без этого сделать нельзя. Далее, давай, следующий пункт. Теперь я хотел остановиться на том, что какую же роль выполняет функция Карлемана, о которой мы сегодня с вами так долго говорим. Экспоненциальный множитель Хоза Озгана. Только это Хозу. Я еще могу продолжить? Да. Я хочу, чтобы слушателям было понятно именно историческая основа, почему мы сегодня приходим к этому вопросу, к этому решению. Хорошо, я постараюсь немножко уменьшить. Итак, эти проблемы были подняты в 62-67 годах. Постепенно с этими вопросами познакомилась и Самаркандская школа. В частности, давай дальше. В частности, значит, Шаров Ермухамедович Ермухамедов занимался этим вопросом. И здесь я вижу преемственность этой школы. Развитие идет от Карлемана, дальше давай, к Лаврентьеву, к Ермухамедову. Далее давай, следующий слайд. Итак, цель диссертации, которую мы рассматриваем, она состоит в исследовании несуществовавших до этого явных функций Карлемана. Эти цели были достигнуты, построены вот эти вот функции, явные функции, далее давай, построены, значит, оценки устойчивости в неограниченных и ограниченных. Впервые эти новые теоремы доказаны и установлены оценки условной устойчивости. Следующее. Значит, каковы, по нашему мнению, основные результаты диссертации? Значит, построена функция Карлемана, получено интегральное представление, доказан теорема фрагмента Линделёфа. Как это все между собой связано и связано с корректностью задач, я постарался объяснить. Следующее. Значит, для полигармонических функций получены аналогичные результаты. Впервые вот эти результаты получены. Далее. Хотел бы остановиться на том, что получена оценка устойчивости. Это очень важно, потому что это говорит о том, что мы получаем расширение классических оценок Михаила Михайловича Лаврентьева на более для операторов более высокого порядка. Следующее. Итак, замечания. Вот я структурно 7 замечаний предложил, небольшие редукционные неточности, разная запись экспоненты, обозначения должны быть везде одинаковые, в отдельных местах краткость изложения мешает автономности. Далее надо было указать тип данных каши, желательно еще раз посмотреть, как определяются операторы и уточнение гладкости, значит, классов гладкости. Все эти замечания, они корректирующие и научную значимость и ценность работы не снижают. В заключение я хочу сказать, что работа выполнена в традициях школы Лаврентьева Ермухамедова. Научный руководитель Окназарка Хасанов, он обеспечил корректную постановку задачи, методическую и математическую строгость. Опубликовано 8 научных работ, 3 из них в журналах Scopus, это очень высокий уровень. И я считаю, что работа, которую представила на ваше рассмотрение у Миндаина Салиевна Джураева, написана на высоком математическом уровне, построены калимановские функции, даны оценки роста
и установлены условные оценки устойчивости. В итоге работа отвечает, по нашему мнению, всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени PhD по физико-математическим наукам. Автор заслуживает этого. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо. И Rahmat, да marhamat. удовлетворит. Umidaxon Jo'rayeva berilgan замечанияларga javob bersangiz. Ijobiy taqriz uchun katta rahmat, ajratilgan vaqt uchun. Aytilgan kamchiliklar va takliflarga roziman. Rahmat. So'z ikkinchi rasmiy opponentimiz fizika matematika fanlari doktori, professor Durdiyev Durdimurod Qalandarovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti, yaxshi. Demak, bugungi dissertatsiya bo'yicha, muhokama etilayotgan dissertatsiya ishi bo'yicha talabgorning o'zi batafsil gapirib berdi. Qaysi bobda, qaysi paragraflarda qanaqangi natijalar olingan, qanday masalalar qo'yilgan, ularning ahamiyati haqida mana ilmiy rahbar ham ancha yaxshi to'xtaldilar bu masalalarga. Men shuning uchun ko'p vaqtlaringizni olmaslik natijasida mana ilmiy tadqiqotning yangiligi haqida qisqacha gapiraman. Demak, qaralayotgan masalalar dastlab demak boshida tekislikda chegaralanmagan qatlamsimon sohada bigarmonik funksiyalarning integral tasvirlari, ya'ni integral ifodalar olingan. Bigarmonik tenglamaga qo'yilgan Koshi masalasi yechimining oshkor ko'rinishdagi regularizatsiyasi qurilgan. Uning yordamida shartli turg'unlik baholari hamda bigarmonik funksiyalar uchun Fragman-Lindelyof tipidagi teoremalar isbotlangan. Ma'lumki, Fragman-Lindelyof tipidagi teoremalar bu demak, agar klassik Fragman-Lindelyof prinsipi haqida gapiradigan bo'lsak, bu garmonik funksiyalar uchun tegishli. Bu o'sha cheksiz sovg'alarga qaralganda Laplace tenglamasi, masalan aytaylik, burchaklarda yoki yarim tekislik bo'ladimi, yoki aytaylik, qatlam bo'ladimi, mana shunday sohalarda, chegaralanmagan sohalarda, demak, chegaralarda agarda funksiyamiz chegaralangan bo'lsa hamda chegaraning ichida, sohaning ichida funksiya garmonik bo'ladigan bo'lsa, o'sha cheksizlikda chegaralanganligini ifoda etuvchi shunday teoremalar. Albatta, endi bunday teoremalar bigarmonik, poligarmonik funksiyalar uchun, yarim garmonik funksiyalar uchun biroz boshqacharoq bo'ladi, murakkab tarzda bo'ladi. Shuning uchun cheksizlikda bu funksiyalarning cheklov qo'yiladi. Qanday cheklovlar kelib chiqadi? Bu albatta chegaralangan sohaning chegarasida berilgan funksiyalarga bog'liq ravishda hamda sohaning geometriyasiga bog'liq ravishda bunday cheklovlar kelib chiqadi. Demak, yuqori yarim tekislikda aniqlangan bigarmonik tenglama uchun Karleman funksiyasi qurilgan. Bigarmonik funksiya uchun integral ifoda olinib, bu holatda ham, ya'ni yarim yuqori tekislik uchun Fragman-Lindelyof tipidagi teoremalar isbotlangan. Demak, fazomiz juft o'lchamli bo'lganda chegaralanmagan qatlamsimon sohada inish tartibli poligarmonik tenglama uchun Karleman funksiyasi qurilgan. Soha chegarasining bir qismida berilgan qiymatiga ko'ra poligarmonik funksiya uchun integral tasvirlar, integral ifodalar topilgan. Inish tartibli poligarmonik tenglamaga qo'yilgan Koshi masalasi yechimining oshkor ko'rinishdagi regularizatsiyasi mavjudligi, shartli turg'unlik baholari hamda poligarmonik funksiyalar uchun bu holda ham Fragman-Lindelyof tipidagi teoremalar isbotlangan. Demak, dissertatsiya ishi bo'yicha quyidagi kamchiliklarni keltirdim. Bular imloviy xatolarga ega bo'lgan xatolar qo'yilgan. Albatta, mana masalan 21-betda quyidan 8-satrda nuqtadan keyin so'z demak katta harf bilan boshlanishi kerak masalan. Yoki 61-betda
teorema so'zi inglizcha theorem yozilishi kerak. Mana shu va boshqa kabi bu yerda kamchiliklar bor. Ikkinchi kamchilik sifatida dissertatsiya ishidagi ba'zi bir lemmalarning ta'riflanishi ancha keng va ko'p joylarni egallagan. Masalan, 3.1.14 lemmaning isboti demak 8 betni egallagan, 94-betdan boshlanib 101-betgacha davom etadi. Isbot bir necha yordamchi tasdiqlarga bo'linib bajarilsa, demak birin-ketin keyin umumiy natija demak ifodalansa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. O'quvchi uchun demak lemmaning mazmunini tushunishga imkon yaratgan bo'ladi. Bugungi nimada slaydlarida ham talabgorning mana boshida Lavrentiyev familiyasi Lavrentiyev deb yozilgan joyiga ko'zim tushdi. Bu Lavrentiyev o'sha regularizatsiya masalalarida mana bu Laplace tenglamasi uchun qo'shma masalasining demak nokorrektligida regularizatsiya operatorlarini qurishda juda katta hissa qo'shgan taniqli olimlardan biri uning familiyasini to'g'ri yozish maqsadga muvofiq albatta. Demak, ko'rsatilgan kamchiliklar dissertatsiyaning umumiy mazmuniga ta'sir ko'rsatmaydi, ishning saviyasini pasaytirmaydi. Demak, dissertatsiya ishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan tavsiya qilingan nashrlarda yetarli demak maqolalar chop etilgan. Shulardan men diqqatlaringizni mana bu birinchi differensial tenglamalar jurnalida chop etilgan maqolaga qaratmoqchi edim. Ushbu ixtisoslik bo'yicha bu to'g'ridan to'g'ri muhim bo'lgan jurnal hisoblanadi. Differensial tenglamalar mana shu jurnalda demak talabgor yakka mualliflikda maqola chop etgan. Va mana ikkinchi maqola ham Известия vuzov bu ham yakka mualliflikdagi maqola hisoblanadi. Mana shu ikkita maqolaning o'zi demak dissertantning saviyasining yuqori ekanligi, uning mana shu dissertatsiya ishining natijalari yangi va dolzarbligini bildirib turibdi. Umuman olganda Jo'rayev, Umidaxon, Yunusaliyevnaning o'suvchi poligarmonik funksiyalar va fragment Mendeleyev tipidagi teoremalar mavzusidagi 01-01-02 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo'yicha fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiya ishi tugallangan ilmiy ish bo'lib, bu O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktori dissertatsiyalariga qo'yilgan talablarga to'la javob beradi. Va uning muallifi ushbu ixtisoslik bo'yicha fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Durdiy aka Qarandarovich, marhamat, Umidaxon Jo'rayeva aytilgan kamchiliklarga javob bersangiz. Ijobiy tahriz va ajratilgan vaqt uchun rahmat. Aytilgan kamchiliklarga roziman. Kelasi ishlarda ushbu kamchiliklarni bartaraf etishga so'z beraman. Durdimurod Qarandarovich sizni qoniqtiradimi? Albatta qoniqtiradi. Universal javob bo'ldi, qoniqtiradi albatta. Yaxshi. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, umumiy muhokamaga o'tamiz. Marhamat, kimga qanday fikrlar bor, chiqib gapiradiganlar bor? Marhamat. Professor Sattorovga so'z. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar. Men bugungi hozirgi Umidaxon Yunusaliyevnani dissertatsiyasiga mana ustozimiz Oqnazar Bekturdievich rahbarligida, demak, shu Samarqandda shu maktab 4-avlodi mana bugungi o'zini yana bitta natijasini ko'rsatyapti desak bo'ladi. Ishni dissertant, opponentlar, ilmiy rahbar hammasi menimcha batafsil yoritdi. Men bitta narsaga e'tiborni qaratmoqchiman sizlarga. Demak, ishning asosiy o'zi dissertatsiya mavzusiga qarasa, fragment Mendeleyev teoremasi
deb nomlanishi bilan ham muhimligini ko'rish mumkin. Demak, bunda eng avvalo mana shu 1960-yillardan boshlab Moskva davlat universitetida Marat Andreyevich Yevgrafov ustozimiz Sharof Yarmuhamedovich rahbarlari o'sha analitik funksiyalar uchun ikki o'zgarmas haqidagi teoremani cheksiz sohalarda shu Fragman-Lindalev teoremalarini garmonik funksiyalarga o'tkazib va ustozimiz mana shu temada olgan ikkinchi mana shu qo'shu masalasining regularizatsiya masalalari bilan bir vaqtda o'sha Fragman-Lindalev teoremalarini ham demak isbotlashga muvaffaq bo'lgan va bu ish bugun davom etyapti va ilmiy kengash a'zolaridan bugungi ishni demak qo'llab-quvvatlashini so'rayman. Rahmat. Marhamat. Yana kimga qanday fikrlar bor? Yo'q, ham menimcha boshqa. Yakunlasak bo'ladi. Man olganda mana bu ikki og'iz aytmoqchiman. Menda man dekan bo'lgan vaqtimda o'qigan, o'sha vaqtda prezident stipendianti bo'lgandi. Haqiqatan bu yerda mana Oqnazar Bekturdievich haligi bu gaplarni hammasini gapirib berdi. O'shanda o'zini haqiqatan matematikaga bo'lgan layoqatini, o'zini mehrini shu fakultetda jamoat ishlariga ham juda aktiv qatnashib ko'rsatgan edi. Men o'ylaymanki, bugungi mana shu himoyasi juda bir yaxshi menimcha nima bo'lyapti va buni hammalaringizdan qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Ruxsat bersalaringiz, biz nimasini umumiy muhokamani ham tugatdik. Endi hisob komissiyasini tayinlab olishimiz kerak. Menimcha Kuliyev yomon ishlamadilar. O'sha kishini o'zi davom ettirsa bo'ladi. Kimda kim shu kishini davom ettirsin desa agar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rahmat. Marhamat. Ovoz berishga o'tamiz. Bo'lmasa 5 minut tanaffus qilamiz. Bu bilan keyin bitta narsa bizga keldi. Kafedrani kelayotgan. Ular toshib qo'ygan, elektr bo'lgandan keyin ular ishchi shunda hamma ro'zg'orlar yozadi. Ruxsat bersangiz. Kim ekan doktorant? O'zimizni bitirgan doktorlar sabab qo'yilmagan. Istarmani bitirgan. Tashla qildimi? Zashtaning 6 oydan keyin zamonga qoldi. İşte tayyor. İşte maqolasi chiqqan hamma Tashla qilmagan bo'lsa olmaydi. yo'q deydi. Yo'q. Yanvardan keyin oladi. Hozir hisobda bo'ladi yanvar. Bitta ham olmaysan. Hozir mana
Birinchi yanvardan keyin yozib kelsin, nasib bo'ladi. Ikkinchi yanvardan keyin. Hozir bir qandaydir haligi nima qilib kompensatsiya qilib turinglar. Ikkinchi semestrdan beri soatlarni. Chunki domla hozir mana bu 75%ga chiqarib turibdi-da nima salohiyatda. Mana bunga himoyalar shunga kirishdi. 75% Bitta olsak yana tushadi. yuzingizda tushadi-da. Shunga haligi iltimoslardan shu birinchi yanvardan iltimos qilinglar, qolganlarini mana hammasini mana doktorantlarni ham boshqalarni ham olamiz ishga. Keyin pastroq tushishi ham bo'ladi. Reytingdan o'tib olsa keyin. Ha. Buning uchun hozircha talgina to'xtab turaylik. Agar himoya qilgan bo'lsa, problema. Hurmatli kengash a'zolari, davom ettiramiz. So'z hisob komissiyasining raisi Komil Do'naboyev. Ikkinchi himoya yuzasidan hisob komissiyasi majlisining bayonnomasi. Xo'sh. Komissiya Jo'rayeva Umidaxon Yunusaliyevnaning fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlar sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 16 kishidan iborat. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda 0 kishi kiritilgan. Majlis ilmiy kengash a'zolaridan 16 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 6 nafar fan doktori ishtirok etyapti. 16 ta byulleten tarqatilgan, 0 ta byulleten tarqatilmay qoldi. Qutichada 16 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari. Jo'rayeva Umidaxon Yunusaliyevnaga fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 16 kishi, 100%, qarshilar 0 kishi, 0%, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiya raisi Kuliyev. Rahmat. Hisob komissiyasining bayonnomasini tasdiqlab berishlarini so'rayman. Marhamat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Endi haligi kengash a'zolariga dissertatsiya yuzasidan kengashimizning xulosasi jo'natilgan. Qo'llaringizda bor. Xulosa bo'yicha mana hozir Said Ahmad Norjo'getovich ba'zi bir haligi zamechanlarni aytib, uni inobatga olamiz. Yana qandaydir nimalar bormi? Fikrlar yozilishi bo'yicha. Asos sifatida qabul qilsak bo'ladimi? Bo'ladi deganlar tasdiq berishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan. Endi dissertatsiyaning tasnifi belgilariga o'tamiz. Demak, birinchisi bo'yicha dissertatsiya natijalarining xususiyatlari 1/1 tegishli fan sohalari uchun muhim ahamiyatga ega. Ikkinchi dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi 2/1, natijalar yangi. Uchinchi dissertatsiya natijalarining qiymati yuqori. 3/2 dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorligi. Mazkur tarmoq doirasida, demak 4/2. Beshinchi amaliy
ahamiyatiga molik dissertatsiya natijalarining qay miqyosda foydalanishi tarmoq miqyosida bo'lsa bo'ladi. 5.3. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalarining keng foydalanishi 6.1 qilsa bo'ladi. Keng foydalanish talab qilinadi. Dissertatsiyaning mana shu ishi natijalarini demak tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar sizlarga tarqatilgan. Demak, shu bo'yicha fikrlar bo'lsa yana bormi? Yo'g'i? Bo'lmasa ana shu narsa nimalarni tasnifiy belgilarni tasdiqlayman deganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Endi marhamat Umidaxon Jo'rayevaga so'z beriladi. Ushbu fursatdan foydalanib, hurmatli rais, sizga, kengash a'zolariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu ilmiy ishning yuzaga kelib, unda olib borilishi uchun yo'l ko'rsatib turgan ustozimga, ilm yaratish, ilm o'rganish uchun zarur shart-sharoitlar yaratib bergan ota-onamga va oila a'zolarimga, shu jumladan mana shu matematika sohasiga qadam qo'yganimdan beri menga ustozlik qilayotgan barcha ustoz o'qituvchilarimga minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli rais, Rahmat. 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 Sizni ham ilmiy kengashimiz a'zolari nomidan ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Bugungi muvaffaqiyatlar bilan tabriklaymiz. O'ylaymizki, bu ishlarni siz hali davom ettirasiz va kelajakda sizdan katta natijalar olasiz degan umiddamiz. Katta Muvaffaqiyat. rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Hurmatli rais, katta rahmat sizga. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, kengash olib borilishi bo'yicha qanday fikrlar bor? Rahmat hammalaringizga aktiv qatnashganliklaringiz uchun. Sog' bo'linglar.